Meyitga kafir ishiltish to'g'risidagi hadis. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Fariz Ayn nomli Uyg'urcha kitobda Payg'ambar alayhissalom meyitni dafn qilganda uningga kafir chechanglar degan bir hadisni ko'rib qoldim. Bu ishonchlikmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga dur salomlar bo'lsin. Meyitni yuyib tarashning hukmi vojib kifoya bo'lib, meyitni sopun va shuningga o'xshagan pokizlig'uvchilar bilan pokiz yuvgandan keyin, uningdan g'ayri puroq chiqmasligi va hasharotlarning yaqin kelmasligi uchun ba'zi bir xushbo'y va shuningga o'xshagan narsalarni meyitning badaniga suritish va kepallikni xushbo'y bilan isiriqlash qatorliqlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislari va sahoba ikromlarning ish izlari bilan isbotlangan sunnat va mustahab ishlar jumlasidandir. Bu insonni hayot vaqtida izzatilgandek, o'lgan vaqtidami izzatlashdan iborat. Imom Kasani rahmatullohi alayh mundaq deydi. Meyitni izzatlash vojib bo'lg'achqa, uningdan g'ayri puroq kelmasligi uchun xushbo'ylanishi va tiz purab ketishdan saqlash, uni izzatlash jumlasidan bo'lib, uning a'zolar ichida eng avval izzatlanadigan sajda a'zolaridir. Beshi bilan saqlami eng izzatli a'zolardandir. Ulamolarımızın bayan qilishicha, meyitni yuyib targanda badbo'y puroqlarni yo'qotish uchun meyit xushbo'y narsalar bilan 3 qatim isiriqlantirilgan karvat yoki egizrak taxtay ustiga yotqiziladi. Andan tepilsa sidir yoki hurd bilan qaynatilgan issiq suvda yuyildi. Chach saqollari xitimi bilan yuyiladi. Buningdan maqsad yaxshi pokizlashdir. Yuyib bo'lgandan keyin kepallarni ho'l qilmaslik uchun ho'llikni surtib o'tib, beshi va saqliga meyitlarga ishiltiladigan maxsus hanut, ya'ni aralashma xushbo'y surtiladi. U tepilmasa, hozirgi atirlar uning o'rnida turdi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ihbar xushbo'yinglarning eng yaxshisidir degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda meyitni xushbo'y narsalar bilan isiriqlantirsanglar, taq isiriqlantiringlar degan. Yana bir rivoyatda meyitning kepenini 3 qatim isiriqlantiringlar deb kelgan. Yuqori hadislardan meyitning badanini va kepenini 1 yoki 3 qatim xushbo'ylash va isiriqlashning mustahabligi chiqadi. Yana Ibn Umar radhiyallohu anhumaning meyitga ihbar sepib xushbo'ylaganligi va meyitning qo'ltiq va yuta orliqlariga ihbar sepganligi rivoyat qilingan. Yana meyitni 3 yoki 5 qatim yuyib, eng oxirgi yuyishda kafir ishiltishga buyurgan sahih hadislarmi kelgan. Ummu Atiya al-Ansari radhiyallohu anha rivoyat qilib bundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizi Zaynab tugab ketib yuyildigan chaqda bizning yanimizga kirib, uni suv va sidr bilan 3 qatim yoki 5 qatim yuyinglar. Agar tegishli deb qarsanglar, uningdan o'shiq yuyinglar. Eng oxirida kafir ishiltinglar. Yuyib bo'lsanglar, men xabar qilinglar degan edi. Biz yuyib bo'lib Rasulullohga xabar qilsak, Rasululloh bizga o'zining izorini berib, uni buning bilan yo'gab qo'yinglar dedi. Bu hadisda ko'rsatilgani meyitni quruq suv yoki sidr aralash suvda 3 yoki 5 qatim yuyib bo'lgandan keyin oxirgi bir qatimda kafur aralashtirilgan suvda yuyishdir. Hadisda Rasulullohning meyitga kafur ishiltishga buyurishimi islom shariatining meyitni izzatlash va uni yuyib tarab eng pokiz va xushbo'y holatida Allohning dargohiga uzatish orqali oxiratlikni yaxshi qilish to'g'risida kelgan ko'rsatmalari qatoridandir. Kafir bir tarafdan xushpuroq paydo qilsa, yana bir tarafdan meyitni saqlaydi. Qadimki chaqlardimi podshohlarning taxtlari qurut va ziyandash hasharotlar yaqin yo'lamaydi deb kafir yog'idan yasaldigan to'q. Imom Ibn Hajar rahmatullohi alayh kafirni meyitga ishiltishdagi hikmatni mundaq izohlaydi. Kafirni ishiltishdagi hikmat to'g'risida mundaq deyilgan. Meyitni uzatishga qatnashgan farishtalar va boshqalar uchun meyitning puruqini xushbo'y qilishdan boshqa yana kafirning quritish, suvitish va o'tkir puroq alohidligi bor bo'lg'achqa meyitning badanini qatirish, uningdan qurut, qo'ng'iz qatorliq hasharotlarni qo'g'lash, badandan bir narsa chiqishini to'sish va tiz buzilishning oldini olish qatorliq xosiyatlari bor. Bu sababdan u mushu sohada eng kuchli xushbo'y narsalar qatoridan sanaladi. Uni oxir qatim yuvgandan keyin ishiltishning siri shu. Chunki dastlabki qatimda ishiltilsa, keyingi yuyishda suv uni yo'qotib bo'ladi. Ipar kafir o'rnida turamdi. Nuqul xushbo'ylash ko'zi tutilsa edi, albatta uning o'rnida turgan bo'ladi. Boshqa maqsadlar ko'zi tutildi desak, uning o'rnini bosolmaydi.
Balki kafir tepilmagan taqdirda boshqa xushbo'y narsa biror xosiyatda bo'lsa-mu, uning o'rnida tura oladi. İmam Navaviy mazkur hadisning sharhida mundaq deydi. Bu hadisdan oxirgi yurishda azroq kafir ishlatishning mustahabligi yakunlandi. Bu biz Şafiilar ichida birlikka kelingan qarashdir. İmam Malik, Ahmad va ko'pchilik ulamolarimi ashu hadisga asoslangan va meyitni xushbo'ylab, badanini sovutib qaturdiganligi, shundaqla uning tiz buzilishining oldini oldiganligi yoki meyitni izzatlagan bo'ldiganligi jihatdan mushu qarashni tutgan. Meyitga kafir ishiltish usuli haqida barliq ulamolarimizning bayon qilishicha, meyitni oxir qatim yuyishda suvga kafir qatib yuyishdan boshqa yana kafir meyitning peshona, burut, tiz va put qo'llari qatorliq sajda a'zolariga surtiladi yoki chechiladi yoki paxta bilan sajda a'zolari, og'iz, burun, quloqi, ko'z va suyuqlik chiqadigan danxo'rakdek yerlar ustiga qo'yiladi. Sajda a'zolarini maxsus tilga elish, sajda qilish sharafiga erishgan mazkur a'zolarni alohida ko'rganlikdandir. Ammo ipar aralash xushbo'y narsalar bo'lsa, charch soqollari tizining ich tarafi, qo'ltiq qatorliq kir yig'ilib qoladigan joylarga surkiladi. Butun badanga surkisimi bo'ladi. Salaflarimizdan shundoq ko'rsatmalar kelgan bo'lib, Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kafir sajda a'zolariga qo'yiladi degan. Tabiinlardan İbrahim Naxai meyitning kepini isra qilinib, aralashma xushbo'y narsalar sajda a'zolariga qo'yiladi degan. Va yana yuyib bo'lganda xushbo'y narsalarni oldi bilan sajda a'zolaridan boshlaydi degan. Yana tabiinlardan Misr olimi Yazid ibn Abi Habib meyitni xushbo'ylashda aralashma xushbo'y narsalarni sajda qiladigan 7 a'zosiga sepish sunnatdir degan. Ibn Jurayj mundaq deydi: "Men Atadin o'zlari qaysi turlik hanutni eng yoqtirdilar deb so'rasam, u kafir dedi. Men uni meyitning qayeriga qo'ydi deb so'rasam, u bilaklariga dedi. Men qo'ltiqlargacha desam, u tizlarining orasiqami, yo'tillarining orliqlarigami, ko'zlari, og'iz, burni va quloqlarigami dedi. Biz kafirni quruq shiltamdi yoki suvda namlamdi deb so'rasak, u quruq shiltidi dedi." Yana Ash'as ibn Qays raziyallohu anhu vafot bo'lganda, Hasan ibn Ali raziyallohu anhuma uni yuyib tarab, udul menga elib kelinglar degan. Uni yuyib tarab, uning oldiga elib kelinganda, Hasan raziyallohu anhu kafir keldirib, meyitni uning tahorat oldirib, yuz qo'llari, beshi va putlariga qo'ygandan keyin uni kepallanglar deb buyurgan. İmam Abu Yusuf rahmatullohi alayh mundaq deydi: "Barliq ustozlarimiz birdek meyitning beshi va saqliga hanut qo'yiladi. Kafir sajda a'zolariga qo'yiladi" deb qaragan. İmam Zufar rahmatullohi alayh kafir ko'zi bilan og'iz burniga sepiladi. Chunki maqsad kafir chechilgan o'rindan qurut hasharotlarni yiroqlashtirishdir. Bu a'zolar shu jihatdan alohida tilga ilingan. Uni topolmasa ziyni yo'q. İmam Şafii rahmatullohi alayhimi meyitga xushbo'y ishlatganda sajda a'zolariga kafir, beshi va saqliga aralashma xushbo'y qo'yiladi. Beshi bilan saqliga shundaqla butun badaniga kafir qo'ysimi, Alloh xolisa mayli bo'ladi. Aralashma xushbo'y bilan kafir bir parcha paxtaga qo'yilib, og'iz, burniga, quloqlariga va orqa tarafiga qo'yiladi. Uchuq yarsi bo'lsa, uning ustiga qo'yiladi. Barliq olimlarning nazarida ihromli holatda vafot bo'lganlarla bu hukmdan mustasno qilinib, ularni xushbo'ylash harom bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Bir odam Arafatda turib o'tib, to'g'isidan yiqilib tushib, bo'yni sunib o'lib qolgan edi Rasululloh. U odamni suv va sidr bilan yuyib, 2 parcha raxt bilan kepallanglar. Uningga hanut, xushbo'y narsa ishlatmanglar. Beshini yapmanglar. Chunki u odam qiyomat kuni talbiya aytgan holatda qo'piriladi" degan. İmam Navaviy ihromliq er va ayol kishilardan boshqalarga qarta kepallikni xushbo'y narsalarda isroqlash mustahab bo'ladi degan. Ammo meyit ayol kishi bo'lgan taqdirda uningga er kishiga o'xshash xushbo'y ishiltilamdi degan masalada olimlarning qarashlari o'xshash bo'lmasimi, lekin payg'ambar alayhissalomning qizi Zaynab vafot bo'lganda kafir ishiltishga buyurganligi qatorliq yuqorqi sahih hadislarga asosan ayolgami kafir va xushbo'y ishiltilish kepinini isroqlash mustahab bo'ladi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi Asma radhiyallohu anha uydagilarga: "Men o'lib qolsam kepanligimni isroqlanglar, andan meni hanutlanglar, kepinimga hanut chachmanglar, orqamdan isroq o'ti ko'tarib mangmanglar" deb vasiyat qilgan. Shundaqla
Ko'pchilik olimlarning nazarida eri o'lib ketganlikdan idda tutish mezgilida tugab ketgan hozir ayollargami kafur va xushbo'y narsalarni ishiltish, kefinini xushbo'y narsalarda isroqlash mustahab bo'ladi. Imom Navaviy rahmatullohi alayh to'g'ri qarash shuki, iddat mezgilida vafot bo'lgan ayolni xushbo'ylash harom bo'lmaydi. Chunki uningga iddat mezgilida xushbo'y ishiltish nikohlanishiga sabab bo'lmasin uchun harom qilingan. Halbuki uning o'limi bilan bu ma'no yo'qolgan degan. Xulosalasak, ihrom bog'lagan holatda o'lib ketmaganlar bo'lsa, mayli er, mayli ayol bo'lsin, meyitni oxir qatimdagi yurishda kafir ishiltish sahih hadislarda isbotlangan. Shunga meyitni kepanlashdan burun badaniga kafirning o'zini yoki kafir aralashgan xushbo'y narsalarni sepish yoki suritish sahoba kiromlar va salaflarimizdan kelgan mustahab ishdir. Albatta, bu meyitni dafn qilganda emas, balki yerligida qo'yishdan burun uni yuyib tarab kepanliganda qiladi. Vallahu a'lam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. 2016 yili 2-6 kuni.